Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan demak o'qituvchi Botirbek Hamrayev. Bugun 19-iyul kuni tushgan savollar ko'rib chiqamiz tahlilini. Birinchi hisoblang debdi. 1/1 ayrilgan 1/5 deyapti. Teng 1/1 bo'ladigan bo'lsa, buni mana bu virguldan keyin nechta raqam bo'lsa shuncha 0 qo'yamiz. Keyin sonni o'zini to'liq yozamiz. Misol uchun 1/21 bo'lganda sonni o'zini to'liq yozib, virguldan keyin ikkita raqam bo'lgach ikkita 0 qo'yishimiz kerak. Juda ham oddiy. Minusdan 1/5. Endi umumiy maxraj bunga ikkitadan beradigan bo'lsak, 11 minusdan nima 2/10 bo'ladi. Shunda bu 9/10 ga. 9/10 degani 0.9 degani. Demak, ajoyib. Ikkinchisi, ko'pchilik nima qiladi? A berilgan, B berilgan joyiga qo'yib hisoblamoqchi bo'ladi. Yo'q, buni joyiga qo'yib hisoblash juda ham murakkab. A kvadrat minusdan AB minus AB plus B kvadrat deyapti. Teng. Ikkita bir xil sonni ayirgan vaqtimizda A kvadrat minus 2 ta bo'lib qoladi. 2 ta AB plusdan B ning kvadrat. Bu qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha A minus B ning qavs kvadratini berar edi. Demak, A ning joyiga mana buni olib kelib qo'yaman. 17.45 ayrilgan B ning joyiga buni olib kelib qo'yaman. 14.45 ning kvadrat. Ikkalasini ayiradigan bo'lsak, kechirasizlar. 3 ga teng bo'ladi. 3 ning kvadrat demak 9 ga teng. 3. Rombning tomoni 18 cm ga teng bo'lsa, uning tomoni uzunligini toping deb. Demak, romb nima edi? Romb to'rtburchak. Qanaqa to'rtburchak desa, barcha tomonlari teng bo'lgan to'rtburchak bo'ladi. Perimetr nimaga teng bo'ladi? 4 ta A ga. Buni bizga aytayapti 18 cm ga teng deyapti. Bu rombning tomoni emas, bu perimetr bo'lishi kerak edi. Perimetr. Shunda A ni topadigan bo'lsak 18 bo'lingan 4 ga, ya'ni bu 4,5 ga teng bo'lishi kerak. Demak, javob. To'rtinchisi, 1 dan 10 gacha ko'paytma nechta 0 bilan tugaydi desa. Ikkita usulda ishlashni o'rgataman. Qaraymiz. 1 ko'paytir, 2 ko'paytir, 3 ko'paytirgan, 4 ko'paytirgan 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ni 2 ko'paytirgan 5 deb yozib olaman. Mana bu ko'paytmada nechta 5 qatnashgan bo'lsa, shuncha 0 bilan tugaydi. Aslida juda ham oddiy usuli. Yana bitta usul nima qilamiz? Necha bilan tugagan bo'lsa, ya'ni 10 bo'lsa, 10 ni 5 ga bo'lamiz. Shunda 2 ta bo'ladi, to'g'ri javob. 5-inchisi 20 sentner olma 80 ta qutiga necha kilogrammdan taqsimlanadi? Demak, 20 sentner 1 sentner qanchaga teng edi? 1 siri 100 kilogrammga teng. Demak, 20 sirimiz qanchaga teng bo'ladi? 2000 kilogrammga teng. Demak, 2000 kilogramm bo'lsa, 2000 kilogrammni 80 ta qutiga nima qilish kerak? Teng taqsimlash kerak, ya'ni bo'lish kerak. Shunda nimaga teng bo'ladi? 25 ga teng bo'ladi. Har bitta qutiga 25 kilogrammdan to'g'ri kelar ekan. 6-inchisi, birinchi idishda 46.2 gram suv bor, ikkinchi idishda esa birinchidan 7.6 gram og'ir. Demak, birinchi idishda 46.2 gram, ikkinchi idishda undan 7.6 gram ko'p. Ya'ni qo'shish kerak. 46.2 gramdan 7.6 gram ko'p. Demak, bunisida 46.2 gram, bunisida qo'shadigan bo'lsak 53.8 gram bor. Jami degan uchun nima qilamiz? Ikkalasini qo'shamiz. Shunda 100 gram bo'lar ekan. 7-inchisi, ikkita do'konda bir xil mahsulot bor. Narxlari 10,000 so'mdan. Birinchi do'kon mahsulotni avval 10%, keyin 20% oshirdi. Ikkinchi do'kon birdaniga 30% oshirdi. Mahsulotning oxirgi narxlari qancha deb. Bu o'zi asosiyda tushadigan savol, sal murakkab savol. Qaraymiz, diqqatni e'tibor berib turingizlar. Demak, birinchi do'kon, ikkinchi do'kon 10,000 edi, uni 10% ga oshirdi. 10,000 ning 10% qancha? 1000. Dastlab 10,000 edi, keyin 1000 qo'shildi, ya'ni 11,000 bo'ldi. Hop, bu turibdi, bu oshirmadi. Endi 11,000 bo'ldimi? 11,000 ni keyin 20% ga oshirdi. 11,000 ni 20% ga oshiradigan bo'lsak, 11,000 ning 20% nima qilish kerak? Topib olish kerak. Shunda 11,000 20% 2200 so'mga teng bo'ladi. Demak, 11,000 edi, yana 2200 so'm nima qilindi? Oshdi. Shunda 13,200 so'm bo'ladi. Oxirgi narxi qancha bo'ldi? 13,200 so'm bo'ldi. Endi bu ikkinchisi nima qildi? 10,000 bor edi. 10,000 ni birdan 30% oshirdi. 10,000 30% nechaga teng? 3,000 ga teng. 3,000 oshirgan bo'lsa 13,000 bo'ldi. Farqi degani ikkalasi ayirmas. Ayiradigan bo'lsa 2,000 ga teng. 200 so'mga teng, uzr. Nima qilyapti? Birinchisi bir marta 10% oshirdi, keyin 20% oshirdi. Shunda 13,200 so'm bo'ldi. Bunisi bir yo'la 30% oshirdi, 13,000 bo'ldi. Farqi degani ikkalasini ayirish kerak, 200 ga teng bo'ladi. 8-inchisi, 7 burchakli piramidaning qirralar soni nechta? Piramidaning qirralar soni asosidan doim nima bo'lar? 2 marta ko'p bo'lar. Ya'ni formula 2 ta engga teng.
3 burchakli bo'lsa 6 ta bo'ladi, 7 burchakli bo'ladigan bo'lsa 2 ko'paytirilgan 7, ya'ni 14 ta bo'ladi. 9-inchisi. Tenglama neching debdi? 0.3x plusdan 7 teng 0.4x minusdan 7. Demak, har biriga ko'paytirib ochib chiqadigan bo'lsak, 0.3x plusdan 7 ga ko'paytirsak 2.1 teng 0.4x minusdan demak 2.8 bo'ladi. Xo'p, endi x borlar bir tarafga o'tkazamiz. 2.1 tursin bu tomonda. Mana manfiyni bu tomonga o'tkazaman, plyus bo'lib o'tadi. 2.8 teng. Bu tomonda 0.4x ayrilgan. Mana musbatmi? Nari tomonga o'tadi manfiy. Minusdan 0.3x ga. Xo'p, shunda 2.1 ga 2.8 qo'shadigan bo'lsak 4.9 teng bo'ladi. 0.4x ayrilgan 0.3x. Bu 0.1x ga teng ayirsak. Xo'p, 4.9 degan bu 49 taqsim 10 degani, 0.1 degan 1 taqsim 10 ko'paytirilgan x degan. Proporsiya qiladigan bo'lsak 10 dan qisqarib ketadi-da, x teng 49 bo'ladi. Demak, C javob. 10-inchisi. Chizmada berilgan ma'lumotlarga ko'ra noma'lum x ni toping deb. Qaraymiz. Shunday xossa borki, 3 burchaklarda mana bu bilan bu ikkalasi nima teng? Teng bo'lsa, buning qarshisida 40 yotgan bo'lsa, buning ham qarshisida 40 yotishga majbur. Demak, mana bu ham 42 bo'ladi. Endi vertikal burchaklar xossasida boya tushuntirdim. Bu 42 bo'lsa, bu ham 42 bo'lar edi. Xo'p. Endi mana bu ikkalasi teng bo'lyapti. Bu bilan nima? Bu teng bo'lganligi uchun buning qarshisida 40 yotganligi uchun buning ham qarshisida nima yotish kerak? 42 yotishga majbur. Demak, bu ham 42 bo'ladi. Shunda bu nima? Mana 3 burchak. 3 burchak ichki burchaklar yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 180 ga 42 plusdan 42 plusdan x qo'shadigan bo'lsa, hammasi bo'lib 180 ga teng bo'lishi kerak. Shunda x teng bo'ladi. Bu qo'shsak 84, 180 ayrilgan 84 ga. Ya'ni bu 96 ga teng bo'ladi. Demak, D javob. Xo'p. Birinchi smena tugadi, endi ikkinchi smenani ko'ramiz. Demak, davom etamiz. Sarvarning mushuklari va jo'jalar soni teng ekan. Mushuklari bilan jo'jalar soni nima ekan? Teng ekan. Xo'p, endi aytayapti. Sarvar mushuk va jo'jalar oyog'ini sanaganda, deyapti 40 ta chiqdi. Ya'ni mushukda har bittasi 4 ta oyoq bo'ladimi? Demak, 4 marta ko'p bo'ladi mushuklar soni, oyoqlar soni va jo'jal nechta oyoq bo'ladi? 2 ta oyoq bo'lgani uchun 2 ta jo'jalar bo'ladi. Ya'ni har bitta mushukda 4 tadan oyoq bo'lgani uchun ko'paytiryapman 4 ga, har bitta jo'jada 2 tadan oyoq bo'lgani uchun demak 2 ga ko'paytiryapman. Shuni qo'shgan vaqtida 42 ga teng bo'ladi, deyapti. Bu juda ham oddiy. Endi m bilan j ikkalasi teng bo'lganligi hisobiga mana m ning joyiga j ni qo'yib beraman. Shunda 4j plusdan 2 ta j teng 42 ga. Qo'ysak 6 ta jo'jalar soni teng 42 bo'lsa, jo'jalar soni nechaga teng bo'ladi? Bu bo'lish bo'lsa 7 ga teng bo'ladi. Demak, 7 ta jo'ja bor ekan. Ikkinchisi, savatda jami bo'lib 20 ta olma bor. Shu olmalar 12 tasi yashil, 8 tasi sariq olma. Savatdagi yashil olmalar jami olmalar necha foizni tashkil qiladi? Demak, savatda 20 ta olma bor ekan. O'sha 20 ta olmaning necha foizi deyapti? 12 ta yashil olmaga teng deyapti. Juda ham oddiy savol. Demak, 20 ko'paytirilgan x teng 100 bu tomonga ko'paytirish o'tadigan bo'lsa, 12 ko'paytirilgan 100 bo'ladi. X topadigan bo'lsak, 12 ko'paytirilgan 100 taqsim demak 20 ga. 12 100 ga ko'paytirsak 1200, 1220 ga bo'lsak demak 60% bo'ladi. Jami olmalarda 60% demak yashil olmalarga teng ekan. Uchinchisi, 2 taqsim 5 soat necha sekund deyapti, necha soniya. Bu soat bo'lsa, sekundga aylantirishni nima qilardik? 3600 ga ko'paytirar edik. Buni qisqartirsak demak 720 bo'ladi. 2 ko'paytirgan 720. Bu nimaga teng bo'ladi? 1440 ga. 4-inchisi hisoblang debdi. Boy kasr tushuntirdim, nima qilamiz dedim. Chetki xatlarni ko'paytirib suratga yozamiz dedim. O'rta xatlarni ko'paytirib mahrajga yozamiz dedim. Minusdan bunday ham xuddi shunday. Chetki xatlarni ko'paytirib suratga yozamiz 6 bo'ladi. O'rta xatlarni ko'paytirib mahrajga yozsak demak 4 bo'ladi. Har doim shunaqa kasrlar kelib qolsa, chetki xatlarni ko'paytirib suratga, o'rta xatlarni ko'paytirib nimaga yozar ekanmiz? Mahrajga yozar ekanmiz. Xo'p, endi mahrajlar bir xilmi? Suratlarni ayirib qo'ysam bo'ladi. 12 ga 6 taqsim necha? 4. Bu 6 taqsim 4 bu degani 1,5 degani.
Beshinchisi. Chizmadan foydalanib noma'lum x burchakni toping deb. Bu tomon nima? To'g'ri burchak. Bu 90 ga teng. Bu tomon 90 ga teng bo'lsa, bu tomonga ham qancha qoladi? 90 qoladi. 90 qoladigan bo'lsa, mana bu yer 25 bo'ladigan bo'lsa, bu tomonga 65 qoladi. Yani ikkalasi yig'imsiz mana berish kerak, 90 deb berish kerak. 6-si, to'g'ri burchakli parallel shaklidagi idishga suv quyildi. To'g'ri burchakli parallel qanaqa desak, mana shunaqa shakl. Idishga suv quyilibdi. Uning balandligi 24 ekan, balandligi 24, hajmi V teng 1200 ekan. Xo'p, mana bu yer A desam, bu yerda B desam, asosiy degan mana shu. Asosiy to'g'ri burchakdan iborat bo'ladi. S teng A ko'paytirgan B bo'ladi yuzasi. Endi biz hajm topish o'rnasi nima edi? A ko'paytirgan B ko'paytirilgan, demak S edi. O'sha nimaga teng? 1200 ga teng hajmi. S'imiz bor. S nimaga teng? 24 ga. Shunda A ko'paytirgan B ko'paytirgan S ning joyiga 24 ni qo'yaman, 1200 bo'ladi. A ko'paytirgan B nimaga teng bo'ladi shunda? Bu yoqqa bo'lishib o'tadi. 1200 ni 24 ga bo'lamiz. 50 ga teng. A B nima edi? A B 100 edi. Demak, buni joyiga S ni qo'yib qo'ysak, S teng 50 ga. S nima? Asosi. Asosning 100 50 ga teng bo'ladi shunda. Soddalashtiring debdi. Ikkita manfiyni ko'paytirsak nima bo'ladi? Musbat bo'lib ketadi. 0.6 A ko'paytirilgan 20 B. Endi ko'paytirishni nima qilamiz? Songa sonni ko'paytiramiz. Demak, 0.6 degan 6 taqsim 10 ko'paytirilgan 20. Endi A ko'paytirilgan B bo'lib qoladi. Oddiy A ko'paytirilgan B. Demak, 20 bilan bu qisqartirsa 2 bo'ladi. 6 kere 2 12. 12 A B. 8-si tenglama neching debdi. 7x ga 4x qo'shsak demak 11x. Mana bu manfiymi, bu tomonga bilan musbat bo'lib o'tadi. Shunda 10.000, 100.000 plyusdan demak 10.000. 11x teng bo'ladi 110.000 ga. Shunda x topadigan bo'lsak 110.000 bo'lingan 11. Bu qanchaga teng bo'ladi? Bu 10.000 ga teng bo'ladi. Demak, C javob. 9-si shakllar yuzalar yig'indisini toping debdi. Demak, buni yuzini S1 desam, bunikini S2 desam, bunikini S3 desam, shaklda jami yuzasi degani hammasini qo'shib qo'yishligim kerak. S1, S2, S3 ni qo'shadigan bo'lsam, jami yuzaga teng bo'ladi. S1 nima? S1 bu to'g'ri burchakli uchburchak. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak yuzini topishni nima qiladi? Bu 4, bu 10 bo'lsa, ikkita kateterni ko'paytirib 2 ga bo'lar edik. Nimaga teng bo'ladi? 20 ga. Demak, buni yuzi 20 ga teng. Endi o'rta nima? O'rta to'g'ri burchak. To'g'ri burchak yuzini topishni nima qilaman? Endi bilan bo'yni ko'paytiraman. Ya'ni 4 ko'paytirgan 10 bo'ladi. Bu 40 ga teng bo'ladi. Endi qarangizlar. Mana bu 4 bo'lsa, bu ham nima bo'lishga majbur? 4 ga bo'lishga majbur. Chunki uzunligi bir xil. Endi mana buni ham siz ajratib oladigan bo'lsam, bu tomon 4, bu tomon 1. Yuzasini topishni nima qilaman? Ikkita katetni ko'paytirib 2 ga bo'laman. Shunda bu 2 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi yuzamiz 20, ikkinchisi 40, uchinchisi 2 bo'ldi. Hammasini qo'shsak, demak 20 qo'shilgan 40 qo'shilgan 2. Demak, 62 ga teng bo'ladi yuzasi. 10-si 9 ga qoldiqsiz bo'linadigan son qaysi qatori berilgan? 9 ga qoldiqsiz bo'linish sharti nima edi? Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak edi. Birinchisiga qarayman. 9 6 9 raqamdan qo'shaman. Demak 24. 24 9 ga bo'linadimi? Yo'q. Keyingisida raqamdan qo'shsam demak 1 0 0 8 qo'shsam 9. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadimi? Ha. Demak, mana bu son o'zi ham 9 ga bo'linadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.